Assalomu alaykum barchaga. Hozirda trendga chiqayotgan teplovoy nasos haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Teplovoy nasos haqida juda ham zo'r ma'lumotlarni sizlarga qisqacha obzor qilib beramiz va izohlarda fikringizni qoldirishingiz mumkin. Teplovoy nasosimiz bizniki video boshida aytib o'taman, O'zbekistonda yagona hisoblanadi. Shunga o'xshagani boshqa joyda bo'ladigan bo'lsa, bemalol belgilab o'tib ketsanglar bo'ladi yoki raqamlarni qoldiring. Hozir biz ofisga 12 kilovatli teplovoy nasosi o'rnatib qo'yganmiz. Teplovoy nasosi bu agregat hisoblanadi. Hozirda ishlab turibdi. 12 kilovatli teplovoy nasos. Xo'p, ichkariga kiradigan bo'lsak, polni sistemani sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Teplovoy nasos yaxshiligi, xohlasangiz uyga, xohlasangiz zavodga, xohlasangiz katta supermarketlarga ishlatsangiz bo'ladi. Bu ekologik jihatdan ham juda ham toza, qulay, yaxshi narsa. Konditsionerlarga o'xshab odamni kasal qiladigan narsamiz. Bu havodan sizga isitish sovutish sistemasini ishlab chiqarib beradi. Teplovoy nasos bilasizlar, 1 kilovat elektr energiya rasxod olib, sizga 3-4 kilovat elektr energiya ishlab chiqarib beruvchi narsa hisoblanadi. Hozir oddiy xonadonlarga, ko'p joylarga shundan fan ko'yllardan o'rnatilyapti. Bu naporniy fan ko'yl hisoblanadi. Bu fan ko'ylimiz hozir ishlab turibdi. Ofisimiz 30-35 kvadrat atrofida bemalol hop o'zini 16 gradusdan 28 gradusgacha isitish sovutish sistemalarini kontrol qilsangiz bo'ladi va xona haroratini ham ko'rsatadi. Oldingi uylarda, remontlarda shunaqa radiatorlarni qo'yib ketilgan ko'pchilikda, lekin ko'pchilikning fan ko'yli radiatorlar parallelni ishlamaydi. Bu birinchi plusi. Bizning fan ko'yllarimiz radiator bilan bemalol ishlab beradi va qishda isitishga yordam beradi. Keyingisi kanalli fan ko'yl hisoblanadi. Bu ya'ni biznes sentrlarga, korzinkalarga, katta kvadratli joylarga shuni tepaga shunaqa o'rnatib ishlatsanglar bo'ladi. Ham elektr energiyani juda ham kam sarflaydi. Bunisi ofis uchun kasetli fan ko'yl hisoblanadi. 4 metrdan baland yuqori bo'lgan joylarga buni ham o'rnatsa bo'ladi. Xo'p, uyingizda teplopolingiz bo'lsa, teplopol bilan ham bemalol hamnafas bo'lib ishlaydi. Bemalol qizdirishga ishlatsanglar bo'ladi. Hozirda biz polni teplovoy nasoslarimizga shunaqa o'zini zavodskoy shlanglardan olib kelganmiz. Shlang ustida o'zini qoplamasi bor. Hop, ko'pchilik qoplama qo'ymasdan ketishadi. Mana bunaqa izolenta bilan qilib ketishadi. Bu ya'ni buni minus tarafi. Hop, shlanglarimiz muzlagan paytida terlab qolishi mumkin. Terlagandan keyin suvi devorda mo'g'irlab, sho'rlash oqibatlariga olib kelishi mumkin. O'shaning uchun biz o'zini maxsus shlanglardan foydalanganmiz. Xo'p, bunisi Kusvinni boiler deyiladi. Bu ham ya'ni ikkinchi plusi ariston vazifasini bajaradi. Dushga, oshxonalarga bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bunisi buferni tank hisoblanadi. Teplovoy nasosi o'zini ichidagi suvini aylantirib beruvchi moslama. Eng asosiysi gasinitsasi borlarda muammolarga yechim. Gasinitsasi, to'yxonasi, issiq suvi ko'p ishlatadigan joylarga buferni yo'mkis, ya'ni bu 300 litrlik bo'ladi. Ichida teplovoy nasosi xuddi shu joyda bo'ladi. Bemalol bundan ham ishlatsanglar, ham elektr energiyaga xarajat kam bo'ladi. 300 litrlik. Eng asosiysi 2,5 minutda issiq suvni, sovuq suvni issiq suv qilib beradi. Pramo rozetkaga suqasiz, bunga usta ham kerak emas. Ustanovka ham shart emas. Agar ustanovka qildirib beradigan bo'lsangiz, o'zimiz ustalarimiz bor, polni kontrol qilib o'rnatib beramiz. Xo'p, fan ko'yllarimizni muzlatishi zo'r. Muzlatishni ko'rsatib beraman. Mana oddiy paket. Paketdan qanaqa sovutayotganini ko'rsangiz bo'ladi mana. Ko'tarib turibdi mana. Xo'p, bu tarafimizda issiq suvlarni ham ochib qo'yganmiz mana. Issiq suvlari ham zo'r kelib turibdi. Xo'p, kommentlarda teplovoy nasos haqida bemalol fikringizni qoldirishingiz mumkin. Kundan kunga xudo xolasa biz teplovoy nasosi polni 0 dan 100 gacha obzor qilib beramiz. Bu teplovoy nasosni o'rnatganingizdan keyin yoniga 10 kilovatmi, 20 kilovatmi quyosh paneli qo'ysangiz, rasxodingiz polni 0 ga tushishi ham mumkin. Chunki quyosh paneli bilan parallelni ishlatsa ham bo'ladi.